10 yildan beri bir xil usulda kompot yopaman. O'zimiz uchun kompot yopib Instagramga qo'yganimda obunachilarim tomonidan ko'plab zakazlar tusha boshladi va ularga ham yopib berishni boshladim. Buni qarangki, oshxonamdagi anjomlarim ko'plab zakazlar chiqarishim uchun kamlik qildi va yana doim boradigan uyda do'koniga borib, maza ishlatayotgan kastrulkamni ikkita qilishga, banka yopadiganimni eng sifatlisini olishga va sizlar uchun shu do'konni obzor qilishga yetib keldim. Ko'rib turganingizdek, mavsumiy hamma narsa shu do'konda mavjud. Durushlak deysizmi, meva kesadigan deysizmi, gramajli stakandan tortib banka yopadigan anjomlari ham bor. Eng qizig'i, chinni bozor narxlari bilan bir xil. Do'kondan o'zim kerakli bo'lgan hamma narsani yig'ib oldim va uyimga shoshib ketdim. Oshxonamda anjomlarim taq. Endi o'zimga katta ishonch bildirgan holda obunachilarim xohlagan mevalaridan tiniq, chiroyli bo'lgan kompotlarni yopib berishga tayyorman. Albatta, siz ham videoda ko'rib turganingizdek, bankalar yangi svejiy mevalardan qilingan va o'z qo'llarim bilan yopilgan har xil mavsumiy mevalardan tayyorlangan kompotlarni o'zimga zakaz berib qishga g'amlab qo'yishingiz mumkin. Menga obuna bo'ling, kompot yopish sirlarini o'rgataman va vaqtim yo'q, kompot yopishim kerak degan ayollarimiz uchun uyda o'zim yopib beraman. Video yoqqan bo'lsa, yaqiningizga jo'natib qo'ying.